Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhtaram azizlar, juda ko'p muslima, mu'mina opa-singillarimizning iltimoslari, talablariga muvofiq ayollarni o'zlariga xos bo'lgan ba'zi suhbatlarni qilib berishlikni, jumladan juda ko'p opa-singil qizlarimiz nubuvvat xonadoni bo'lgan fazilatli sahobiya ayollarimizning hayotlarini, ularning fazillarini gapirib berishliklarini so'radilar. Shuning uchun Allohning nusrati bilan siz azizlar bilan bugundan yana bir rukunimizni, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga yaqin bo'lgan, u zot bilan hamnafas bo'lgan buyuk sahobiya onalarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari, jufti halollari va go'zal qizlari haqida suhbatlashamiz. Alloh fazilatli qilib o'zimizga kerakli xulosalarni olishligimizni nasib qilsin. Bundan topajak yutuqlar albatta shariatniki, Allohniki, kamchilik va nuqsonlari kamina xodimingizniki deb bilamiz. Bugun sizlar bilan ayollarning eng fazilatlisi bo'lgan, bu onamni eslaganda beixtiyor qalbimiz titraydigan, ko'zimizga yosh keladigan, mehrimiz jo'sh uradigan, hatto duo qilganimizda biz uchun eng suyukli bo'lgan onamizni mana shu ayol bilan yelkadosh bo'lishini orzu qiladigan buyuk bir sahobiya onamiz Xadicha onamizni suhbatini boshlaymiz. Ha azizlar, Xadicha onamiz u Rasulimiz alayhisolatu vasallamning jufti halollari. U zotning muhabbatiga sazovor bo'lgan, u zotning nazarlarini topgan va qiyomatgacha kelajak butun ayollarga namuna bo'ladigan ayol edilar. Xadicha onamiz azizlar, bizni xalqimiz tilida Xadicha deb o'rganganmiz, oxirini che qilib aslida Xodija je bilan aytiladi. Mana shu Xadicha onamiz bu Xuvaylid degan odamning qizi. Xuvaylid esa Abdul Uzzoning o'g'li, Abdul Uzzo esa Qusoyning o'g'lidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning vatandoshlari, yurtdoshlari Makka Mukarramada fil voqeasidan 15 yil ilgari tavallud topganlar. Xadicha onamiz eng e'tiborli Makkadagi zodagon oilalardan birida tavallud topdi. Xadicha onamizga o'z uylarida bir qiz bolani yaxshi ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lib o'sib ulg'ayishi uchun, baxtlik, saodatlik bo'lishligi uchun nima zarur bo'lsa, hamma narsasi muhayyo qilingan edi. Xadicha onamizga juda ham e'tibor bilan tarbiya qilar, u onamizga o'ziga xos bo'lgan go'zal husni xulq bilan birga go'zal xush suratlik ham berilgan edi. Ham go'zal suratlik, ham husni xulq sohibalaridan biri edi. Tabiiyki bunday qizlarga uylanishlik, bunday qizni kelin qilishlik hammada ham orzu bo'ladi. Hatto Makkadagi eng katta zodagonlar, eng katta badavlat asl zodalar ham Xadicha onamizni kelin qilishlik orzusida bo'ldilar. Xadicha onamizga Abu Xola ibn Zirora at-Tamimi degan odam sovchi bo'ldi. Mana shunga Xadicha onamizni nikohlab berdilar. Xadicha onamiz o'zlarini orzulari bor edi. Ayollar ichida eng xonadonda bekasi bo'lsa, suyukli bir mahbuba bo'lsa, o'zini jufti haloli bo'lgan erini hammani oldida obro'sini baland qilsa, uni hurmat va ehtiromini joyiga qo'ysa, lekin afsuski Xadicha onamiz har qancha urinmasinlar, dunyodagi eng baxtli oilaga aylantiraman deb harakat qilmasinlar, Allohning taqdiri ekan, birinchi turmush o'rtog'i bo'lgan Abu Xola olamdan o'tib qoldi. Natijada Xadicha onamiz erta beva bo'lib qoldilar. Lekin qalblarida o'sha uy bekasi, haqiqiy jufti halol bo'lish orzusi saqlanib qoldi. Albatta bunday ayollar hech qachon yolg'iz uyda o'tirib qolmaydi. Xadicha onamiz eri olamdan o'tgan bo'lsa-da, uydan sovchilarning keti uzilmas edi. Hamma mana shunday go'zal xulqlik ayolga uylanishni orzu qilardi. Ana bundan keyin o'sha Qurayshlarning eng ashraflaridan, obro'lilaridan bo'lgan Atiq ibn Obid ibn Abdulloh al-Maxzumi degan bir kishi Xadicha onamizga sovchi qo'ydi. Atiq ibn Obid Xadicha onamizni obro'si, go'zal husni xulqi uchun sovchi qo'ygan edi. Xadicha onamizning orzusi esa hali aytib o'tganimizdek, yaxshi uy bekasi bo'lish, yaxshi jufti halol bo'lish, erini baxtli qilish edi. Shuning uchun bu ikkinchi odamga ham rozi bo'ldi, lekin afsuski Xadicha onamiz kutgan turmush o'rtog'i bo'lib chiqmadi. Xadicha onamizning orzusidek o'zini sharafini ulug'laydigan, ayolini hurmatlaydigan, uyda mana shunday sharafli, baxtli, saodatli bir qo'rg'on qurishlikka loyiq bo'lmagan erkak bo'lib chiqdi. Va bu oila hech qanchaga bormasdan buzildi.
va shundan keyin Hadicha onamiz radhiyallohu anha uyda o'tirib qoldilar. Lekin Hadicha onamiz uyda o'tirgan bo'lsalar-da azizlar, butun Quraysh qabilasi ichida obro'lari ortib ketgan edi. Bu onamizni hamma Tohira degan laqab bilan, Pokiza degan laqab bilan aytardilar. Hadicha onamiz Tohira edilar. Nihoyatda pokiza ayol edilar. Odamlarga ozor bermaydigan, kambag'al parvar, tavozilik, xushxulq, husni xulq sohibasidan edi. 25 yoshga kirganda butun Quraysh ayollarining ichida sayyidasiga aylandi. Ya'ni sayyid degani o'zbekchasiga janob degan ma'noni beradi. Sayyida esa xonim degani bo'ladi. Quraysh qabilasidagi butun ayollarni xonimi bo'ldilar. Chunki o'zlarining ilmlari, ma'rifatlari, husni xulqlari, odoblari bilan mana shu maqomga yetgan edi. Hadicha onamiz azizlar nihoyatda husni xulq bo'lishlik bilan birga o'ta teran fikrli edilar. Kitoblarda yozishicha Hadicha onamiz biror marta butga sig'inmagan ekanlar. O'sha mahaldagi johiliyatni ishlarini birortasini qilmasdi ekanlar. O'zlariga o'sha davrdan Alloh azza va jalla ajib bir aql farosat bergan va ayniqsa Hadicha onamizni bunday qaroriga, shirkdan, kufrdan qochishligiga Hadicha onamizni Varaqa ibn Nafal ismli amakivachchasi sabab bo'lgan edi. Varaqa Injil, Tavrot, Zabur kabi qadimiy kitoblarni o'qigan, Ibrohim Halilullohni sof dinida kelayotgan taqvolik odam edi. Hadicha onamiz mana shu amakivachchasini oldiga borar va undan qadimgi o'tgan kitoblar haqida gaplashishni, o'tmish payg'ambarlarning hayotlarini eshitishni yaxshi ko'rardilar. Mana shu holatda yurardilar. Kunlardan bir kuni Hadicha onamiz Ka'batullohga bordilar. Ka'batullohni borib tavof qildilar. U yerda shu Ka'baning egasi bo'lgan Robbimizga iltijolar qildi, duolar qildi. Va shu bo'yi kelib o'zlarining hujralariga kirib uxlab qoldilar. Bir tush ko'ribdilar. Shu uxlashligida tushida azizlar hovlisiga osmondan katta bir quyosh Hadicha onamizni uylariga tushibdi. Uylariga tushib o'sha joyda o'rnashib qolganmish. Butun atrof ziyo va chiroyga to'lgan. O'sha quyosh bu hovlida turib, yana boshqa joylarga ham o'zini nurini sochyapti ekan. Hadicha onamiz uyg'onib o'zlarini juda ham chiroyli sezdilar. Shu tushlaridan keyin ajoyib o'zlari nihoyatda rohatlanib ketdilar-da, tezda amakivachchalari bo'lgan Varaqa ibn Nafalni oldiga bordilar. Borib amakisiga ko'rgan tushni aytib berdilar. Hadicha onamiz uyda o'tirib qoladigan ayollardan emas edi azizlar. Uyga ketma-ket sovchilar kelardi. Odatda har qanday kelayotgan sovchiga beriladigan savollar bir xil bo'ladi. Yoshi nechida, topish tutishi qanday, zoda qanaqa, qaysi nasldan va hokazolar beriladi. Lekin Hadicha onamiz berajak savollar kelayotgan sovchilarni o'ylantirib qo'yardi. Hadicha onamiz butunlay boshqa savollarni berardi. Na uni dunyosidan, na uni kasbidan emas, amakivachchasidan eshitgan sifatlarni izlar edi. Sovchi bo'lib kelgan odamda oxiri zamon payg'ambarda bo'lish kerak bo'lgan sifat va xabarlar borligini so'rardi va bu narsalar topilmasa, ularga uzr aytardilar. O'sha davrda arab ayollari yilda bir marta Ka'batullohning atrofida to'planishib, mana shu joyda ibodat qilib, Ka'bani egasidan o'zlarini bir yilda bo'ladigan orzu umidlarini so'rar ekanlar. Butun ayollar chiqib Ka'bani oldida to'planishar ekan. O'sha kuni Ka'ba ayollarga to'lib ketar ekan. Ayni mana shu kuni Hadicha onamiz radhiyallohu anha ham chiqib bordilar. Ka'bani chin ixlos ila tavof qildilar. Qalblari titrab Allohga nola qildi. O'tirib qalbidagi bor narsalarini to'kib duo qilayotgan edilar. Boshqa ayollar ham yonlarida o'tiruvdi. Birdan bir erkakning ovozi eshitilib qoldi. Bir kishining ovozi, qari odam, tanimaydi. "Ya ma'sharan niso" dedilar. "Ey ayollar jamoasi, modomiki bugun Ka'ba atrofida turib duo qilib, Allohdan baxtingizni, iqbolingizni so'rar ekansiz, oxir zamon payg'ambariga jufta halol bo'laman deb so'ranglar. Mana bu narsani bugun so'rab olinglar" dedi. U yerda turgan ayollar bu gapni tushunmadi. Ba'zi birlari qarg'adi, ba'zi birlari so'kdi, ba'zi birlari tosh ham otdi. Lekin yagona birgina ayol bu gapni eshitib butun vujudi titrab ketdi. Yagona birgina ayol qo'llari beixtiyor duoga ko'tarildi. Yagona birgina ayolning ko'zidan duv yosh oqdi va Robbimdan mana shu aytilgan oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishligini iltijo qildi. Bu ayol Hadicha onamiz edilar.